Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga chivinlar, akalar, qadrdonlar, do'stlar. Tinch omonmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Issiqlar bilan qo'qonlar isib ketibdi-yu. Ertaga 45 gradus ekan mana Xudo xolasa. Biz mana Latviyadamiz, salqin, bizda Choriyada havosi mana prosta chivinlajitchi bezor qilyapti. Biz to'xtadik 15-iyun bugun Xudo xolasa 2025-yil. Soatimiz shom bo'lishyapti. 8-10 ga qarab ketyapti. Hozir biz to'xtab oshga harakat, mana oshni boshladik. Akaxon qo'qonlar akaxon salatni boplayaptilar. Ro'jaxon akam salatni boplayaptilar. O'zbekda shunaqada bir kuning qolsa ham osh ye, bir puling qolsa ham osh ye deydi-yu. Tinch bo'linglar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Hammaga omad, sog' salomat bo'linglar akalar, qadrdonlar. Rigadan mana maxsus deydimi, yuk yuklagani Xudo xolasa, yukni yuklab Belgiyaga qarab yo'l olamiz. Qiziqarli kontentlar bo'lsa tashab boramiz. Bu yerda mana kichkinagina Citro degan magazincha bor ekan. Shunaqa gaplar. Hammaga omad, quyosh botyapti. Tinch omon bo'linglar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar akalar.